Assalomu alaykum. Sankt-Peterburg shahridagi musofirlar, sizlarga qulaylik bo'lish maqsadida juda ham zo'r yangilik. Atiga 1000 rublga bir dona sim karta sotib olasiz. Buning ichida besplatniy gosusluga, biometrik, bankovskiy Tinkoff karta и заодно SNILS agar ochilmagan bo'lsa, SNILS ham ochib beriladi besplatniy. Agar mobodo siz o'zingiz SNILSingiz bo'ladigan bo'lsa, yo'qotmagan bo'lsangiz, SNILSingiz bilan birga kelasiz. Shu 1000 rublning ichida 3 v 1 bo'ladi. Adresimizni silkada qoldiraman. Bemalol kelib o'zinglar bilan sabay pasport olib olishni unutmaysizlar. Migratsion kartalarda olib olasizlar va 1000 rublga bitta sim karta olinadi. Shuning ichida 3 v 1 hammasi bo'ladi. Musofirlarimizga qulaylik bo'lish maqsadida eng muhimi ish vaqtimizni yo'qotmaymiz. Agar bilsanglar, bu narsa uchun bir hafta vaqt ketadi. MFCga bor, gosusluga ochir, biometrik qilib bu yerda 3 v 1 hammasi bir joyda. Kelib bemalol xizmatimizdan foydalansanglar, ham sizlarga qulay bo'ladi, ham vaqtinglar oz ketadi, ham bir joyda o'zida biometrik sim karta, bankovskiy kartaga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar.